Xo'p, assalomu alaykum, Hafta TV obunachilari, hurmatli vatandoshlar, yaxshimisiz, charchamay. Hafta kuniga yakshanba Namangan Hasanoboddamiz do'stlar, Jigullar qatoridamiz, ko'rib turganlaringiz. Jigullardan qanchadan obzorlarni qilmaysiz do'stlar. Xudo xolisi bu qismi chiroyli Jigullardan obzorlarni qilamiz. Video yoqsa video oldidan lanklarni bosib, baddish qilib turasizlar do'stlar. Kommentda o'z fikrlaringizni qoldirib qo'yasizlar. Xo'p, yo'qolsam boshlaylik. Aka, yillar necha? 85-yil. Hurmatli obunachilar, 85-yillik Jigulimiz. Hop, to'xtang aka. Bir qator chiroyli ma'lumot qilaylik. Hop, kraskasi qanaqa aka buni? Kraska bunday. Bir qator a? Motor hadoylari yaxshimi? Motor qilib qo'yilgan. Motor qilib qo'yilgan a? To'rttala yangi yumshoq balonda ekan aka. Xo'p do'stlar, balonlari to'rttalasi normal o'rtacha holatda ekan. Xo'p, hozir a. Motor holati ideal holatda, motor yangi qilib qo'yilgan. Benzinga ham yuradilarmi? Ha, yuradi. Benzinga ham yuradi. Motor 06 mi bu? 011 ekan a? 11 motor. Aka o'zi. Xo'p, bir qator polni kraska ekan do'stlar. Orqadan ko'rinish. Zadnimost ovoz yo'qmi aka? Yo'q, o'zim minib yurgan mashina. Xo'p, dokumentda generalni оформить любой dokument bo'ladi, xudo xolisa. Xo'p, dokumentda muammosi yo'q ekan do'stlar. Hozir ichidan ham bir qator ko'rsataman. Yilini aytdik, motor yangi bo'lgan, to'rttala yumshoq charim balonda, hadoyish yo'q, zadnimost yaxshi. Xo'p, mana shu salonlari. Aka, dehqonchilik ishlayapsiz-da? Yo'q, o'zim minib yurgan, qaramayib chiqqan mashina. Yo, endi tirikchilik qilmasiz, alib sotarmasiz, to'g'rimi? O'zimniki. Dehqonchilik desa, obunachilar tushunadi. Xo'p. Salonlar. Endi o'zlari dehqonchilikka minib yurgan mashina ekan, do'stlar. Narxini aytingchi? 15 million kelishamiz, aka. Xo'p, 15 million kami bor. Ha. Beror narxingizni aytingchi aka? O'ylayman, 10 million aka. 10 millionga shatir sanagan beraverasiz. Ha, ajdanni CPC qilinmaydi. Pul zarur. Ha. Xo'p do'stlar, 10 million oxirgi narxi ekan. Yili 85. Motor yangi qilib qo'yilgan, to'rttala yashar yumshoq balonda, holatini ko'rib turibsizlar. Qo'yilgan, tayyor. Ideal holatda ekan. Apkatdan chiqaz o'lishadi. Apkatkada hozir a? Ha. Xo'p, aka telefon raqam 91 91 052 052 51 56. 51 56. Ha. Aka sog' bo'ling yo'qolsa. Aloqa hisobini. Xo'p, boshlaymiz. Aka qaysi biri sizniki? Yo, men 011 kimda? Qo'yalikmi? Yillarni-chi hozir aka o'tamiz a? Yillari. Ha, ketyapti aka. 79-chi. Do'stlar 79 11imiz ekan, to'rttala charim yumshoq balonda ekan a? Balon sveji. Gap o'la ekan. Motor qilib qo'yilgan. Euro diskalar qo'yib qo'yilgan ekan, u Euro chiqqani bu. Eksport variantga chiqqanda mana shunaqa chiqargan deb ishlagan. Benzinga ham garzga ham yuradi. Motor yangi qilib qo'yganmiz. Motor yangi. Yangi qiling, apkatdan chiqqan a? Apkatdan chiqqan. Xo'p, elektr sohasida ish yo'q ekan. Antiqros. Bagajga ruxsat bor aka, xudo xolisi. Xo'p, do'stlar, mana shu salonlari. O'zimizcha o'yda minilgan. O'zina dehqonchilik ekan do'stlar. Bir qator chiroylar mo'ka qilib qarab olsani, jilt ekan. Balondan muammo yo'q. Aka, bagaj ochiladimi? Ochiladi. Ochiluvchi? Ko'rsatsam maylimi? Bagajdan bitta. Gaz ballonlari nechtalik bu? 75 ta. 75 talik. Katta ekan a? Hop, 75 talik. Qancha yuradi buni polni qilsa gaz ballonni? Mana bu polni qilganmisiz? Qancha yuradi? 300 yuradimi? Mana ko'proq yuradi a? Hop, 300 dan ko'proq yurar ekan polni bo'lsa balloni. Bagajga ruxsat bor mana bagajiga. Motor yangi qilib qo'yilgan, yangi akkumulyatorda. To'rttala yaxshi ballonni ekan do'stlar. Narxi nechi pul endi maqtordi? 10 million deyapti. 10 million kami bor. O'zimni 10 million. Xo'p, 2 million bir puli yetmay qolganga variant qilamizmi aka? 1.5 oyga. Yo'q, variant yo'q. Faqat sotish kerak a. Telefon raqam 91 91 101 101 57 97. 57 97. Aka sog' bo'ling. Xo'p. Kimdan ekan 07 ni qo'yalikmi aka? Qo'yalikmi? 2012 Bo'ldi, qo'yamiz. 35-40% atrofida tekshirib o'lishardi. 2000-chi? 2012 Xo'p, do'stlar 2012 07miz. 35% 40% kraska dedingizmi? Xo'p, 35-40% yaqin kraska bor ekan 2012 yili. To'rttala charim yumshoq balondan o'zini Euro diskasiya. O motor holatini ko'rib turibsizlar. Motorlari xudo xolisa yaxshi aka. Motori 011 motormi? Gazlari bor ekan. Putlari bor.
Hop, tonirovkaga ruxsati bormi aka? Beyigacha. Ha, gap yo'q lekin. Shunki bo'lgan eshiklar. Eshik 4 eshik shunka. To'rtta eshik shunki. Tamam. Tamam shunki. Voy mashalloh. Do'stlar, Bilak raflarni. hop, tonirovkaga gayigacha ruxsat ekan old tomon, agar dokumentini qo'yasani qo'yarasizlar. Mana o'zini zavodskoy sidinisi. Voy mashalloh. Gap yo'q. Hop, polilari bor, uni yoqmadiganda mana qo'lga bitta qo'lgina yo'qmidi. Probegi qancha aka buni? Probegi. Hop. Noma'lum mana. Bagaj ochiladimi aka? Bitta ko'rsatali bagajini ham. Mashalloh. Bagajam o'sha davchilar ekan. O pul tanagan bagaj gap yo'q lekin. 70 talik bor gaz bo'ladi. 75 talik. Xo'p do'stlar, mana bagaj holatini buni shuncha qilingan ekan ishkina endi 75 talik. Bizning ham yuradi, xudo xolisa. Ha, bezinda o'tiram. Bezinda. Nomeri generalni bormi? Nomerlarga oformit qilib beraman. Gen chiqmadimi? Yo'q, oformit qilib beraman o'zim. Ha, yoningizdanmi? Yonimdan qilib beraman. Ha, aformut o'zdan yonlardan ekan. Narxi nech pul endi? Narxi 3 dan shu beramiz, ustoz. 3000 kam bu. 3000 kam bor, do'xolasi. Aformut o'shani o'zingiz yoningizda. O'zim yonimdan Liboystoga bir tekshirib olaveradi. Hop, telefon raqam. 99 lik. 99 lik. 197 197 22 16. 22 16. Do'stlar, 3000 kami bor. Aformut o'zidan yonlarda ekan, aformut qilinadigan ekan. Endi kelish olganingizdan keyin aformutni qilib beradilar. Aka, men 1,5 ming pul bersa variant qilamizmi 5-6 oyga? Variant yo'q. O variant yo'q ekan do'stlar, faqat narx sotilish kerak ekan. Aka, sog' bo'ling. Sog' bo'ling aka, sog' bo'ling mana. O'ylaytirib qiziqadi. To'g'ri qo'y, hozir bir minut aka. Qaysi mashina sizga? Bo'ldi, boramiz hozir. Tog'a yillar nechi buni? 91. 91. 3 motor yangi qilingan. Aha. 1700 qo'ysangiz bo'ladi bizga. Xo'p. Ukaman beramiz. 91-yil kraskasi endi bir qator bormi endi yo tomdan? Kapotich orqali yo'q. Полный тип освежит bo'lgan. Asvishdi bo'lgan. 4 yil oldin bo'lgan shu sostoяние. Xo'p do'stlar, 3-4 yil asvishdi bo'lgan ekan, balon holati o'rtacha, o'zini diskesda. Motor yangi qilingan-a, tog'a. 3 motor. 03 motor ekan, sportivniy motor bu. Hop, gaz benzin yuradi, tog'a. Ha, yuradi. Hop, yangi labolarni qo'yib, tonirovkalari bor. Salon husnlanadi. Zavodskiy o'zini tarbiyadasi ekan, 0 litr rollarni qo'yib, poli chexollar qilib qo'yilgan. Xo'p, orqadan ko'rinishlari mana. Tog'a, bagajini ochiladimi? Ochiladi. Xo'p. 05 bufurlar qo'yib qo'yibdilar. Bu ham 75 talikmi? 80. 80 talik. Mashhur qilganda 75 ta 80 ta, ne? Qozon holati do'stlar. 1700 kam bor deysizmi, tog'a? Naqsanaganga 1000 ga ketdimi? Yo 1000 dan tebedami? 1600 ga beramiz. 1600. Oxirgi narxi? Do'stlar 1600 ekan. Variant qilamizmi? Yo'q, yo'q. Kelish qolsangiz 1000 beradi, 600 ni bir 2 oyga. 1000 bersa kelishamiz. Ha, 1000 beradi, kelish qolsani, mabodo. 1600 bo'lmaydi unda. Ha, unisini kelishasiz Ha, telefon. kelishlamizda. Xo'p. Telefon raqam 99 99 lik. 510 510 325. 325. Do'stlar, 1000 berasizlar. Kelish qolingani, yaqini kamini gaplashaverasizlar. Agar kim 06 kishi hozir bo'lsa, tog'ada xonchilik ekan. Hop. Xo'p do'stlar, davom etamiz. Yili 79 navbatdagi 11imiz. Aka, bir qator kraska bo'lgan endi. Tomdan past bir qator navorotiga qarab asvejit qilingan ekan. 4 ta charm yumshoq balonda. Motor holati qanaqa ekan endi? Xo'p, o'zini ablisovkasi, zavodskiy ablisovkasida ekan. Xo'p, motor holati mana do'stlar, 307 motor ekan. 03 motor ekan endi. Xo'p, motor holati, gazlari bor. Aka, benzinga ham yuradilar, xudo xolisa. Polaborot как самолет deydi-ku. Voy mashalloh, gap yo'q. Ikkala hormani salonlarni olib qo'yamiz, xo'p, afshi qilib qo'yilgan. Qo'lichi qo'llari bor endi. Orqada tonirovkalari bor. Orqa qismlari mana ekan. Chexol polilar qilib chiroyli bir qator qarab qo'yilgan ekan mashina. Mashinaga navrot qilib sarflaganman aka. Bu sarflagan pulimni aytmayman, men yengilroq beraman obunachilar hidayatini qana qilib. Chotkilar bir qator qarab qo'yilgan ekanlar. Elektrollarni qo'yib qo'yganlar. Xo'p, aka narxini ayting endi chiroyli yengilroq obunachilarga. Mashina 3000 dollarga tushganman, aka. Aha.
qancha pul qilib beradi obunachilaringizga, oka? Bozorda yurasiz, ayting. Mashina narxiga deng, mashina. Yo, endi siz oldin ayting, men aytaman. 12 million qo'yaylikmi? 12 milliondan sal tushing endi. 11 million qo'yaylik. 10 kamida deyveraylik. Bo'ldi. Xo'p. Siz obunachilaringiz kelsa, Aha. obunachilaringiz kelsa bo'ldi. 10 million o'tib beraman. Gapi, telefon raqam 94. 94lik 749 749 0002. 0002. Variantqilamizmi 5 puli borga? 5 million puli borganmi? Ha. Bo'ldi. Siz obunachilaringizga bu qilib beraman. Bo'ldi. Gap aka. Sog' bo'ling aka. Salomat bo'ling. Do'stlar 5 million puli borga mana aka. Suv tekinga ketyapti mashina. Skuter puliga ham emas. O'sha legendarni bo'lgan 06 mashina radnoy ekan. Endi mana shu kirili bilan shu yerida ozgina petno bor ekan. Qolganlari top-toza ekan. Mashina 90-yil dedingiz aka. Yili 90-yil 4 tala charim yumshoq balonda o'zini mana zavod kalpagida turgan mana. Shu zavod o'zi stariy holatini berib turibdi mashina. Xo'p do'stlar mana ekan. Zavodskiy o'zi obshipkalarida motor holatini ko'ribsizlar. Motorlari 11 motor ekan. Benzinga ham yuradimi aka? Benzinga gaz xudo xolasa, pullar bor ekan-a? Pullar ishladi. Antipristami? Suvda. Xo'p. Do'stlar mana salonlari. Antiprist tekib suv qo'yishdan antiprist qolarasa, polichi qo'llari bor mana ekan. O'zini zavodskiy roli torpedasida. Pullar xudo xolasa ishladi aka. Xo'p. Ay, ko'rinishlari. To'xta aka, ochaman turing, bir minut. Orqani bitta ko'rsataylik, mana orqasi ham o'zi radno holatda ekan mashina. Radno mana, hatto kraska qilinmaganda. Radno holatda. Gaz baloni 60 talikmi, 65 talikmi aka? 80 talik. Yaxshi. Xo'p, aka dehqonchilik ish qilyapsizlar-da? Dehqonchilik mashina olib sotar emas. Mashina purishmas. Dehqonchilik, mashina radnoy. Shu yerda ozgina kraska, shu yerda ozgina kraska bor ekan. Endi unisini bahorcha so'rab olasizlar. Aka narxini yengilroq aytingchi. Narxini 1800 deyapmiz aka. 1800 kami bor. Kami bor. Sizlar obunachilaringizga yengilroq beramiz. Xo'p, variant qilamizmi? 1000 puli borga aytyapman, 1800 kam bor, kelishib qolindi, 1000 beraman. Qilib beramiz. Ha. Kelishib qolsangiz bir 3 to'roga. Narx o'zgaradimi, o'zgarmaydi aka variant qilsa? Variant qilsa yo'q, o'zgarmaydi. O'zgarmaydi, xudo xolasa. Qo'yim bo'lsa sotib beraman desa, bir oyga variant beramiz. Xo'p, aka bundoq. Variant degan odamni 4 oy, 5 oy tushunadi-da, 1 oy yarim oy pul yetmaganga yo'l qo'yib beramiz degan. Yo'q, qo'yib beramiz. Ha, shu. Variant esa variant bor ekan deb sizga telefon qilib boshingizni ortmasligi kerakdi. Xo'p, 1 oy yarim oy yo'l qo'yib berilar ekan. Narx o'zgarmas ekan. 1000 berasizlar, 1 oy 2 oygami qaytaba aka. Mol qo'y sotib olguncha. Ha, kelishlar. Telefon raqam 94lik 089 089 81 88. 81 88. Aka sog' bo'ling. Xo'p. Xo'p. Aka shu kimdan sizdan qo'yaymi aka? Yillar necha? Ishqibozlar bo'lsa 2012. 2012 Lada nomi Prioro Universal. Xo'p, kraskasi nishvoz aka? Bir qator a? Motor hadolar yaxshimi? Sariqdan oqib o'tirgan motorini dekabr oyida qo'ydim. Xo'p, motorini dekabr oyida qilgansiz, o'zi operatsiyaga chiqib bo'pti. Sariqdan oqib bo'lgan. Dokumentida muammo yo'q-a, xudo xolasa. Dokument o'zi oq bo'lganda. Ha, oqib bo'lgan. Gapi. Xo'p, diskalari, balon holatlari yaxshi ekan, o'rtacha ekan, to'ttalasa. Dokumentida oq bo'lgan, sariq bo'lgan, keyin oq bo'yashgan. Tonirovka bor mana, ular bor. Yurish-turishlari xudo xolasa yaxshi. Yurish-turishlari yaxshi ekan, texnik holat zo'r deyapti. Polichi hollari bor. Elektrousilitor bo'ladi. Konditsioner, gidrolik, elektrousilitor. Xo'p, aka bu probegi qanaqa? Yo'q. 200 yillik. Motorini ko'rsatsam maylimi? Xo'p, motorini ko'rsataylik do'stlar. Bir motori qiziqdi. Mana motor, bu motor 1.6 mi indaki? 1.6 motor ekan do'stlar. Abez yo'qdir-a? ABSni olib tashlaganman aka. ABSni keragi yo'q, men Rossiya qozoqqa qatnayman-da. Ko'rsatsa, ABSni olib tashladim. Ha, shu tomon abez turadi-da. ABS qo'yilsa bo'ldi. Abez qo'yilsa ishladi. Xo'p, konditsioner ishladi. Xo'p, do'stlar, abezi bo'lgan ishlardi. Xo'p, konditsioner ishlari, motorlari yaxshi. Salon holatlari. Orqadan ko'rinishlari. Bu Rossiya qanday ekan aka bunda?
1 € degan ekan haqiqatan. Orqasiga o'sib qo'y. Xo'p, aka, narxi nech pul buni? 4000. 4000 kami bor aka. Xo'p, aka, variant qilamizmi? 11,5 ming puli borga? Faqat naqdmi? Mana bu Jiguli 06 ga barter bormi aka? Faqat sotish kerak. Xo'p, Rossiya qandoshlik, bemalol qanday oladi axir motorlar, hadolar yaxshimi? Xo'p, do'stlar, Rossiya qandasani, Bostoni gazini o'zi bosgan ekanlar Rossiyaga. Yana ish beraveradi. Aka, telefon raqam 99lik 99lik 931 931 0975. 0975. Aka, sog' bo'ling. Bu 09 kimdan? 08 09 mi? Olaylikmi? Yillar necha? 96. Xo'p, do'stlar, 90 bu 09 aka. 96 ga shu radon kraskasi yo'q, qoraga bo'yalgan. Bir qator, ha? Xo'p, bir qator kraska ekan do'stlar, ana qator ko'rsat, ha? Faralar ham yangi qo'yib, stoplarni yangi qo'yib, qator chiroyli qilib qo'yilgan. Aka, radiosini o'chirib turasiz, avtoriski borda. Xo'p, balon holatlari do'stlar, yangi balon oldi, baloni yaxshi normal holatda turibdi lekin diskalar qo'yib qo'yilgan. Xo'p, motor. Shu tomonga ochiladimi? Ochaylik. Ochib bering aka, qo'limni endi oldim. Mana o'zi zavodskiy bo'lganda endi yo. Motori nechilik bu aka? 1.8 3 porshlik a? Ekonomishni bu ama. Bu ekonomishni. O'rtacha rasxod. Bir 6 ichadimi benzinni ham? Yo'q, 10 ichadimi? Xo'p, motori. Malibu torm. Anusimi? Ha. Başta ABS'ni shulargan-da. Hop, bir qator asli kraski bo'ynagan bo'lsa, motor holatini ko'rsating, orqada tonirovkalari bor. O'zim ham qiziqaman shu mashinaga. Yaxshi mashina, sportli. Mana ichki salonlar, polilarni tashlab chiqib qo'ygan qilib qator. Aka, prebega qanaqa bo'lindi yo? Prebega Bilmayman. mana tonirovka oldi. Ruxsati bor-a? Motorlargacha. O, ruxsati bor ekan do'stlar tonirovkaga. Gazga ham ruxsat. Orqa Gazga ham. dokument xudo xosman yo'q, ha? General chiqadimi? Generalni bor ekan do'stlar. Narxini nech bilingdi aka? Narxini 3 ming aytdim, tushib beramiz. 3 ming kami bor. Ha, kam. 1200 pul bor, variant qilamizmi? Qilaveramiz. 1 oy, 1 yarim. Bir oy, bir yarim oy yo'l qo'yib berasiz. Hayta bir 3 oy, 4 oy qilaylik endi aka, ko'payib ketmasa. Hop, telefon raqam 50 50 725 725 1800. 1800. Bir oy, 2 oyga variant bor ekan, 1000 puli boriga, 11,5 ming puli boriga kelishib qolinsa, e'tibor qolsa aloqa chiqarasizlarga, holati yaxshi ekan. Qanday olarasizlar gazini bosib.